Obunachilar qaranglar, bir boqqa keldik. Oxuni bilan birgalikda maza qilib shu yerda sliva bor dedilar. O'rik bor. Prosta sizlar uchun ko'rsatgani keldik va shu o'rikdan ham yegani keldik. Bundan oldingi videoda ko'rgan bo'lsanglar, o'zi ham o'rikmisan, o'rik ekan. Haqiqiy subxon o'rik ekan. Maza qildik. Hozir o'sha o'rikdan bormi degandim. Shu yerga kelyapmiz. U o'rikdan ko'p bu yerda yo'q ekan, lekin nomini nimadir deb ham aytdilar. Shuni yegan keldik. Mana qaranglar. Dala joy yaxshi-da. Bu yerda keyin bilsanglar Yozyovonda asosiy mana bunaqangi daraxt, ya'ni teraklar juda ham ajoyib bo'ladi. Juda ham tez o'sadi. Bu yerda arzon ham keyin. Chunki konida qaranglar, aylanib atrofi mana tomonda ham bor, bu tomonda ham bor. Suvli joy bo'lganligi uchun. Ho. Bu slivalar eksport slivalar. Chetga ketadi. Ha, bu ana intensiv deydi, ha? Mana obunachilar. Uzib qo'ysa 10 kungacha to'g'radi. Bular? Ha. Wow. Bular hali pishmagan yo pishib uzildimi? Yo'q, hozir mana shu holatda. Ha. Qizarib qolgan bor-ku. Ha. Ashlardan misol uchun eksportga borguncha uzib qo'ysa, borguncha qizarib ketadi. Ha, borguncha qizaradi. Qo'l singadi. Qo'lni aylantirib o'zi pishib qoladi-ku. Ha. Uzib qo'ygandan keyin pishishni boshlaydi. Tushunarli. Hozir biz o'rik yegan ketyapmiz, obunachilar. To'g'ri. Ne sotuq bu yer? Kichkina. Gektarmi deyman-da. Yuriyapmiz, yetmayapmiz. Bunaqa joylarda yurishning yaxshi bor-da. Конечно, endi bizni oldimiz ham-ku bog'liq joy-ku. Siz bilan meni ovozimdan boshqa ovozdan eshitmayman. To'g'ri. Vaydot desam eshitmayman. O'rikni yo'qollayman axir. O'rikni yopdik, rahmat, shepim. Ezilganni o'sha kommentariyada ham olishibdi. Bekor o'sha qopga solibsizlar, qopda ezilib ketadi. To'g'ri, ezilganlarini lekin varena qildik. Ezilgandan qolgan qattiqlar bor-ku, kompot qildik. Xullas, hozir Mansurbek biznikida shu traktorda yerlar haydagandan keyin qo'shnimizda o'rik berdi, Alloh rozi bo'lsin. Qo'shnimiz paqirdi berdi. Yeb ko'rib, "Voh, mazzaga ana shunday yeyman" deb biz hozir boshqacha o'rik olib kelyapmiz Mansurbek. Yo'q, zo'r ekan. Men bozordan olsangiz bunaqa ta'mni topa olmaysiz. To'g'ri, shirin bo'ladi. Mana o'rik bo'lsa bunday uzib yeganingiz yetmaydi. Ha. Gap yo'q. To'g'ri gapiryapsiz. O'sha boshqa o'rishdi. Chapana po'ram shetdalar. Tak. Yo'qnga bo'ladi. Ha, mana obunachilar. Mana o'sha o'rikda bu yerda quyib yotibdi. Qalay ekan, yeb ko'rdinglarmi? O, chapana po'r. Yedi. Yaxshimi? Yaxshi. Ha, vaqtab qo'ying, obunachilar ham so'rashyapti. Kiring olsa, to'g'ri keling. Nari qo'ying. Yo, qayerda bor? U quyib yotibdi, aqqa boraylikmi yo? Mana. Ha, bo'p. Kimlar ishlayapti-da? Ha, bo'l, tushundim ha. Bordi. Ketdik. Hop, obunachilar. Bu shalaq deydimi? Ne bu yerda? Ha. Nimalar ham ekilgan. Mansurbek bu shalaq. Oh, shalaq? Ha. Shalaq degan o'ragan bo'ladimi? Endi sizlarda shunaqadirdir. Sizlar nima deydi? Bilmadim endi u qanaqa Ha, o'rik. keling. Qani bir yeb ko'ring, balki aytardirman. Mana. Sariqrog'ini bir Boyagi yeb ko'ring. katta-da. Ha, yo'q, undan katta. Qovoq o'rik deydi, qovoq. Ha. Qovoq o'rik. Bu qovoq o'rikdan emas shekilli bu. Qorning ayting. Qani? O'sha qovoq o'rik Bismillahirrohmanirrohim. prosta mayda bo'pti. Aylas qo'ygan teri bo'ldi. Ha, qolgan terib sotib bo'ldim deng. Ha, endi mana undan bilsa bo'ladi. Qovoq o'rik mana urug'dan danagida. Ha. Urug' uzuncha bo'ladi. Xom deb o'yladim, yo'q, pishib Yo'q. turadi. Bu urug'ni chatoq tomani buni. Juda tez pishib, juda tez aynib ketadi. Shundaymi? Yo, adashdimmi? O'sha qovog'idan ekan. Boshqa o'rik, mana subxon o'rik Mana bu. turaveradi. Ujda qoqi ham bo'ladi. A bu uzda tursa O'rniga ko'ra tushib ketadi. ana qanaqa u ham shirin o'rikmi?
U boshqacha ekan. Buni ham yeb ko'raylik obunachilar. Mana yaltiravoriy deydi-yu, Mansurbek. Chitta deyapti-ku, qanaqa chitta? Mana, buni qarang, yaltiravoriy. Ha, bizda ham bor. Qarayman. Obunachi mana yaltiroq. Haqiqiy zo'r o'rib. Bismillahirrohmanirrohim. deb bo'lgan. Ya bu o'zi shuna bo'ladi-ku, bu katta ham bo'lmaydi, mana yaltiroq. Sal kattaroq bo'ladi. Bu yerda Pishganini olish kerak. Bu anaqasi nima mazasi kattasi. Pishgan. Ha, bizga shu ham zo'r bo'lyapti. Xomini yeyapsiz ekan bo'yicha. Lekin quyib qilgan mana. Yerlarga to'kilib ham ketdi. Mana shuni pishgan bo'lsa kerak. Qani? O, rosa zo'rdan o'tdi dekinchi. Qo'lingga silab-silab yeyveramiz. Stolga qo'ygani ham zo'r ekan. Ha, sifat bor. Mana qarang, hozirgilar daraxtlar bunday ketyapti. Oldin baland Intensivda bu. Tepasini kesib kalta qilib qo'ysak, bemalol odam tika turib, tepaga chiqib, pastga turib suv muammorum. Nega? Bug'doy ham Suv yaxshi bu yerda. yo'q qarov. Vaqt bo'lmaganmi? Endi oldimmi? Ha. Yil oldim. Narigi yilga astodil. oling Mansurbek. Obunachilar. Mana shuni zechi. O, zo'r turibdi-da. Mana yerda pishgan. Bay. Yana yozishadi. Endi o'ri yegani boribdi deb. Qo'bolni olib beraman. Bering. Rasmni oling. Yo, tevadinglar qizarib pishganchilar. Bunga bo'y yetadimi? Nima yeysiz Mansurbek? Ha? Mana shu zo'r pishibdi. Ha? Yaxshi pishibdi Musoxon aka. Bunda yedim men. Men qaytib bo'laman, qo'limda ushlabdi. Mana, ushlab turing. Oy. Bu zo'r pishibdi. Bo'ladi. Rahmat. Bar daraxtdan uzib yegan boshqa. Qaytib olaman, turib tursin. Istabsiz-ki. Bahamasini yetadi mana. Qarang. Cho'nchakka solayim. Ha? Ishtonda ishirib olib yurasiz-da. To'xting. Bo'ldi. Bunaqa joyda. Ha, Musoxon aka. Qo'yib o'tirishga. Ha. Bu yurag'iga quvvatli-da. Albatta, ziyoni yo'q. Buni ham qoqib qo'yish kerakligini. Qoqib bo'ladigan bo'ldi. Buni qo'ysa bunaqa qoqib bo'ladi. Turshak bo'ladi. Turshak. Ha? Ketdi Mansurbek. Ketishib. Olasan Mansurbek? Yo'q. Yedim. Yegan, mana shuni ustidan yegani keldik. Maza qilamiz-da. Mana Qo'shimurod aka ekkandan ham san ham ek dedi. Mana Mansurbek yaxshi ko'rib qoldi. O'raydan. Ha, uni subhon, vaqti zo'r ekan. Hamisha pul ekan, lekin uddar ekan. Ta'mi hozir og'izda qoldi. Keyin katta mashina o'ynayapti. Qovuri yozib pishmaydi. Yo'q, qanaqa navligini so'rash kerak. Yilni Xudo xolasa. Obunachilar. Yuramiz endi, ketdik. Ha. Kuzatishda davom etinglar. Bu o'rigan olma yaxshi ekan. Yuzib oldimi? Obunachilar. Lekin subhon o'ri ketmas ekan. Endi Mansurbek Subhon o'ri bosib ekan. yedingiz maza qildingizmi? Qolganlar ham maza qilsin. O'shundan olib kelib ekaman. Eking. Bir yil xudo xolasa qishda o'shundan olib kelib qo'taman qilib ekib qo'yaman. Siz hali hammani ham ko'rasiz, ham o'rikdan yeb ketib maza qilasiz. Mana shu ekib qo'yaman chekkaga. Ha? Zib yeyish boshqada. Uyingizda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi, biz ekkanmiz, boshqa sortlardan bor-da. Nima bundan yo'q?
Endi o'rik menda ikkita tub bor xolos. Bittasi subxonni beruvdi. Bunaqa chiqmadi. Ko'pchilik aldaydi. Aldabdi, bilmayman, aldabdi. Endi o'shani nimasidan agar ko'chati bo'lsa bahorda olib ketaman. So'rab qo'yaman. Qo'shindan. So'rab qo'yaman. Bundalik katta tovuqlar ham bor. Brahma emas-ku, Brahmaga chachgan qanaqadir bu qora tovuqlar ham bor, chiqib tovuqlar. O'tgan safar ham Mahmudjon ko'rsatdi. Uydarasi ko'p shunaqa tovuq. Papaq tovuq deydimi? Papaq. Ko'chat muammo emas. Endi uyimda bo'lmasa ham bil o'zim ham ekaman. O'shani sizga ham beraman ko'chatni, uyga ekib qo'yasizlar. Yo'qsa men tagidan chiqqan bo'lsa so'rayman. Emin o'sha suxon deyapsizmi? O'shaning tagidan chiqqan bo'lsa, shogirdim qiziqib qolibdi deb ko'chirib beraman. Bo'lsa olib beraman. O'zim ekmasam siz uyingizda bo'lsa, Namanga borib mazax qilamiz, bo'ladimi? Endi kamu kak deydi, kimga qanaqa? Kimgadir bu yoqadi, kimgadir narigi yoqadi, kimgadir mana bu yoqadi. Endi o'yinlarda ham turk yo'q. Har xil bo'ladi-da. Biz ilgari yoshligimizda danangni ko'pgina qilib turib, bunday tashardikda temnak o'ynardik. Bunday urib-urib, qaysi biri o'sha teksi yig'asiz, bunday qilib, tegmay qolsa u sherik uradi. Sizlarda bu ham bo'lmaganmi? Yo'q, men mana o'ynab o'tirmagan. Bu loypaslar o'ynagan ko'proq. Yo'q, u ham bor. U bizda yoshligimizda u ham bor, boshqasi ham bor. Shu loyihani o'qtiribdi, poqtadi o'shami? Ha, u. Sen ham o'ynaganmiz, yo'q, o'sha aylanib ko'tik urib, turasi aylanib turadi-yu. Yo'qni uchini ushlab olib, uchiga qoqib olardi-da. Ha. Boshini yoptirib, bitta aylantirardi. Aylantirib, urib tursa aylanib turaverardi. Ha? Uni o'ynamaganman, lekin ko'rganman. O'ynaganman. Parichi. Parinmi? Lankami? Lanka. Ha, uni o'ynagan. Qo'ydi junidan, ha? Uni o'ynaganman. Tayyorlaganmiz o'zingiz, tayyorlamaganmiz. Tayyorlaganman. Aynan bunday teridan kesib turib, eng zo'r nima turib, qalaydan eritib, tayyorgar olov bilan yoqib turib, bunday qilib teshikdagi gugurt cho'pagiga shuni teshib turib, simda bo'ylab turib qilganman. Aslida keyin sabab taqviniyatda o'ynab ko'ramiz. Hammasi qaraga nima deysiz? Bo'ladi. Ya yoshi esa bir o'sha jundan topib, bo'ldi. Ha? Bo'ldi. Esdan chiqmasa, ammo kechagi narsa esdan chiqqan ekan. Bugun hozir o'shani olib ketishimiz kerak. Gap yo'q lekin shu narsaga ziraksizlar, kommentariyada yozinglar, gap yo'q. Voобще esimdan chiqib ketdi. Berasiz ketmonni. Ketmonni berasiz. Ketmon ustiga berib yubordim. Nima berib yuborasiz? Siz qildirmaysiz, balki olib keling. Ya o'sha kuni videoni qilimiz, endi ketib o'rganmiz. Voобще hayoldan yo'q, boshqa solib qo'ymayapman. Uni ham Musoxonaga bilan biz plan qilayotgandik. Uni ustaga berib yubordim. Ustaga berdim. Usta 15 ming dedi. Yangi qilib beraman dedi. Soplab 20 ming dedim hozir. 20 ming sopib o'xshab 35 mingga yangi qilib beradigan bo'ldi. Kelganingizda o'z ishingizda o'sha ketmanda. Obunachilar, sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.